savol javob, hurmatli hoji otalar, hoji onalar, namozdan bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham bizga aytdilar, namozga ehtiyot bo'linglar ey ummatlarim, namozga ehtiyot bo'linglar. 3 marta aytib vafot etdilar. Alloh subhanahu va taoloning amri bilan tug'ilmoq bor, o'lmoq bor. Albatta biz tirilmoq bor. Tirilamiz. Alloh subhanahu va taoloning fazli karamlari bilan, inoyatlari bilan mashhargoh degan joyga to'planamiz ekan. Mashhargohga to'planamiz. Mana shu yerda bitta narsaga yana e'tibor beramiz. Mana chap qo'l tomonimizda hurmatli hoji otalarimiz masjid kelyapti. Ko'rlaymi? Mana shu masjidning yarmi Arafat vodiysida, yarmi tashqarisida hurmatli hoji otalar, hoji onalar. Mana shu masjidga namoz o'qiyman deb kirgan odam o'sha yerda adashib qoladi. Agar Arafat vodiysining tashqarisida tursa, u kim qurbonlik qiladimi, kim ketadimi, hoji bo'lmaydi u. Chunki farz amalni bajarmadi u, tashqarisida bo'ladi. Bularda gapirishdan maqsadim faqat davlatimiz tomonidan keyinlarda chiroyli tarzda bajarib ketinglar, qabul bo'ladi Xudo xolasa. Endi qaranglar, mana hoji otalar, hoji onalar mashhargohga to'planamiz ekan. Mashhargoh shunday joy ekanki, ota bolaga, bola otaga vaqtmaydi deb mana katta domlalar, ulamolarimiz, qori akalar mana gapiradilar, ma'ruzalar qiladilar, kitoblarda o'qigansizlar, quloqma-quloq eshitgansizlar. Bola otaga boqmaydi, ota bolaga boqmaydi deydi. Ana shu mashhargohda bo'ladi o'sha. Mashhargohga hamma to'planadi. Alloh subhanahu va taoloning amrlari bilan jannat va do'zax keltiriladi. Mezon tarozi quriladi. Do'zaxning ustidan biz naql qiladigan qil ko'prik, Siraot nomli ko'prik quriladi. Mana bu joyda mezon tarozida savob va gunohlar o'lchanar ekan. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo aytar ekanki, men bu bandamda jamiki o'qigan birinchi tarozining pallasiga tushadigan oldin gunohlarning hammasi qo'yiladi. Biz uni inkor qila olmaymiz. Sababi siz va biz bilan 5 ta farishta doimiy ravishda birga yuradi. Mana ikkitalari yelkamizda o'tiribdi, kitoblar, savob, gunoh va savoblarimizni yozyaptilar. Mana bittalarimizni oldimizda bosadigan qadamimizga mavkul bizga mana yo'lni ko'rsatib ketyapti. Mana shu joylarda bizga yo'l topdi, bosishga, qadam bosishga joy topdiki, biz mana shu joylarda yuribmiz. Shunda bo'ldimi? Bittalari ichadigan suvimizga mavkul bo'lsa, bittalarni yeydigan ovqatimizga mavkul. Ana shu 5 ta farisda hamma narsani yozib chizib bizdan oldin qabrga boraveradi. Biz hech narsani inkor qilmaymiz. O'shaning uchun hurmatli aziz birodarlar, nimaiki qiladigan bo'lsak, mana bu o'tkinchi foniy dunyoda qilishimiz kerak. Buni foniy dunyoda qo'yibdi. Bu o'tkinchi dunyo. Hammasiga biz Allohga tavakkal qilib, Allohning buyruqlarini bajarib yashaydigan bo'lsak, hoji otalar, hoji onalar, albatta hammasi yaxshi bo'ladi. Oxiratimiz uchun zaxira bo'ladi.